Nima qiladigan shu, faqat kompyuterda o'tiradi. Pochcha! Ha. Ustozim zadaniya bergan. 10 ta davlat poytaxtini yodlab borishim kerak. Keyin xarajatlar yodlashim kerak. Shuni o'rgatib qo'ying. Bo'lmasam 2 qo'yadi. Sinfdan haydab yuboradi. Понял? Boray, men vaqtim yo'q, ish qilaman. Voy, uzr, qimmatli vaqtingizni olib qo'yibmiz. Orqaga qayt, o'rgatib qo'yaman, Bonu. Bo'larkan-ku. Qani Bonu boshladik-a bo'lmasa. Fransiyani poytaxti London, qaytar. Fransiyaning poytaxti London. Rossiyaning poytaxti Afrika. Rossiyaning poytaxti Afrika. Xo'sh, shu yo'sinda davom etamiz. Turkiyaning poytaxti 5 kere 5 35. 5 kere 6 26. 26. Xo'sh, bolajonlar, hamma uyga vazifani tayyorlab keldimi? Qani unda kim birinchi javob beradi? Men javob beraman, ustozman. Qani chiq unda. Qarab turlaring, hozir yorvoraman. Qani savollarimizni boshlaymiz. Demak, Fransiyaning poytaxti qayer ekan? Fransiyaning poytaxti London. Rossiyaning poytaxti-chi? Rossiyaning poytaxti Afrika. Boplab yodlab kelibsan. Xachabi O'zbekistonning poytaxtini bilasanmi? Bilaman, O'zbekistonning poytaxti Qo'yliq. Nimaga aynan Qo'yliq? Chunki biz Qo'yliqda yashaymiz. Besh kere 5, 35. 5 kere 6, 26. 5 kere 2. 12. Sana bahoying 2.